Aziz obunachilar, mana avtobusimizni ichki holatiga ham yetib keldik. Avtobusimizni ichki holatlarini obzor qilishlarga ozgina fursat bo'lsa ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. O'zi Avtotranslans kompaniyasiga tegishli reysli davlat tomonidan qo'yilgan reyslar. Keling. Akalar, chiqishinglarga avtobusimiz 51 ta sidina hisoblanadi. Bemalol reyslarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Farzandi bor, oilali, aka-uka opa-singillarimiz, yosh er-xotinlar, oqsoqollar, qariyalar kelsa, chola kampirlar oldi qatordan joylar qilib beramiz akalar. Bemalol reyslari to'g'ridan-to'g'ri Toshkent Sobrahimov avtovokzalidan reyslarda dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari 19:00 da pasatkamiz bo'lib o'tadigan avtobusda reysingizni komfort amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu avtobuslarimiz 2,5 sutka yo'l yurib, Moskva metro Kotelniki va Novoyasinskiy metrolariga kirib boradi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranda 93 258 80 80 nomerlari telefon qilib, bemalol ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Mana akalarimiz, opalarimiz onaxon kelgan. Assalomu alaykum. Onajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Men Toshkent viloyatidanman. Nechinchi marta ketishsiz bu avtobusda? Bu hozir bu ikkinchi marta ketishim. Xo'p, yaxshimi? Yaxshi. Hech qanaqa shikoyatlar, kamchiliklar? Yo'q, nihoyatda mana hamma tomonlama yaxshi. Bor biletim mana. Akalar, mana ko'rib turibsizlar, bizda hammasi qonuniy bilet orqali chiqiladi. Har xil yolg'onlarga, har xil YouTube tarmog'idagi mashinalarga aldanib qolmanglar. Kimdirlar ma'lumot bersa ishonib qolmanglar akalar. Bemalol reyslarni Toshkent avtovokzali Sobrahimovdan amalga oshirsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot bilan tanishib chiqing akalar. Ekranda nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar.